Bizani xorazmlik akamiz truba svarka qildilar. Bundan oldin umuman truba svarka qilmagan argonda faqat listlarni qilib yurdilar akam. Endi truba svarka qilibdilar, qaranglar. Dahshatmi? Alloh qalbiga solib qo'yaman desa hech narsa emas ekan, qaranglar. Amerikanka chiqarganlar akamiz. Bugungi kunimiz qahramoni, yangi ajdarho jangchisi. Shofini ko'rdinglar. Necha baho qo'yasizlar hozirgi shofga, o'zingizlar aytinglar. Mana akamiz o'zi birinchi marta qilishingizmi argon? Birinchi marta qilishingiz. Endi hozir bir misol uchun o'zingiz uyga borib bemalol endi svarka qila olasiz trubani, to'g'rimi? Bitta o'rganib oldilar akamiz truba qilishni. Ko'p vaqt ketmadi. Bugun nechinchi kun? 5. 5-kun, xudo xolasa 5-kun noldan keldilar argonni. 5-kun mana shu trubani shunaqa svarka qilishni boshladilar. Mana qaranglar. Voy, вообще-mi? To'g'ri, ideal emas, lekin men sizga aytaman, 5-kun uchun dahshat rezultat. Xorazmlik Nomeradin akamiz, xudo xolasa, Xorazmga borib endi argonli svarka bo'yicha ishlarni bemalol boshlaydilar inshaalloh. Joninglar sog' bo'lsin. Akamizga obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasa, akamiz savtr bo'ladi. Tepada znachokli ikkita znachok turadi, bittasi akamizniki. Bizning shogirdimiz. Sizlar ham kelsanglar, mana shunaqa svarka qilayotganinglarda sizlarni ham savtr qilib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lgan odamlar sizlarni ham kuzatib boradi. Va albatta o'zingizlarning ishinglarni akamizga o'xshab qo'yib borib reklama qilaverasizlar kelajakda. Inshaalloh. Bu uchun sizlardan hech kim pul so'ramaydi. Shogirdlarimizga biz hamisha yordam beramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Men Varinat akam shu yerdalar. Xudo xolasa, xudo nasib qilsa, shu yerdamiz deganlar. Joninglar sog' bo'lsin. O'quv kurslarimizni kutib qolamiz Toshkent shahrida. Raqamlar pisaniyalar bo'ladi.